Sizga nima bo'lgan? Tug'ma chiqishim bo'ldi mana. Aha. No yurayotgan vaqtimga ham birdan mana shu yerdan ushlaydi. Keyin shu qolib, mana shundan shaq bo'lib ushlab Dadding qoladi. deyapti, daddish kerak ekan. Keyin shunga borgandim, u kun gaplashganman, u kun aytdim, tug'ma chiqishim bordi, tabibga borganman deb. Tabib oyog'imni chappa qayirib, patdi birdaniga mana shu yerimga anavi bir hozir bitta paxta suvni ko'tarsam ham shuni ushlab qoladi, mana shu to'g'ri joyi. Qachondan beri shu narsa hozir? Noyabrga borganda 3-4 oy bo'ldi bunga. 3-4 oy oldin tabibga borgansiz, shu holat bo'ldi. Bundan oldin ham og'riydi, belim bilan qo'shib, mana belim og'riydi-da. Undan oldin. Ha, 10 yildan beri og'riydi. Yuqoriga qarab tushyapsiz Ona Osmon. deb nima qiladi, u tabib bova tug'ma yo'q dedilar. Yuqoriga qarab yoting. Qarang, oyog'ingizni oldiga qiling, tushiring. Oldiga qiling, tushiring. Ko'proq iloji boricha tushiring. Yo'q, uni ko'tarib tushira olmayman-da. Xo'p, mayli, ko'rayman, eshitishim kerak. Yaxshigina sovuq bor-ku. Bunisi ham sog'lomni ham shunaqa og'ir beradi-da. Bunaqaganga bermaydi uni. Mana bu to'shkalarni qimirlasdan beradi. Bunisi lekin sog'lom. Bunisiga chiqish bor. Kelishgan bor ekan sizda. Majburlikdan ko'p o'tirasiz-da. Yo ishingiz o'tirish hammi yo'q qanaqa endi? O'tirishu og'irni ko'p ko'targanman. Mutqada qiyshaysh ham bor ekan. Qarang, nafas qisilishi yurakka sanchish ham turadi. Yurakka. Mana bu holatdan beradi-da. Mana bunaqa holatda ko'proq yurakka borib kardiologga uchrashadi demoqchiman. Kardiologga borib uchrashib yurakka bir sutkalik apparatlar qo'yib tekshirib keldim. Kerak emas demoqchiman-da. Mana bunaqa holatga umurtqadan berib turibdi. Bosh qo'ymasangiz qochadi joy. Shunaqa ko'p bo'ldi. Sherimga bilinadi. Tamonchi. Bu tomondan og'riyotganmi, og'rimayotganmi? Og'riydi. Hozir nisbatan kamaydimi yo'qmi shuni bilmoqchiman. Kamaydi. Kamaydi, ha? Yurib ko'ring, o'tirib ko'ring, qaysi holatda sizga nima bo'lgan? Ko'ray. Tez chiqdi. Ana bu tabib bovaga yurib berganimdan. Yursam uncha bilinmayapti. Yursangiz ham bir og'riyotgan edi-ku. Ha, og'riydi. Hozir o'sha og'riq yo'q qo'shanaqa, to'g'rimi? O'tirib turganda-chi? Hozircha yo'q. Yo'q, ha? Bir shiq-shiqqi bor. Endi shiq bor sizda, chunki bo'g'iningizda boyagi yog' yetishmovchilik deydi, kimdir nidastacha jistkis deydi. Qanday bo'g'inlar orasida pay deydi-ku, o'sha nisbatan kamaygan. O'shani tiklashimiz kerak deb aytyapman. Iloji boricha kamroq o'tiring. Yursangiz bo'ladi, yotsangiz bo'ladi. Prosta yotmasdan harakat qilish kerak. Buni aytdim, orqaga bukiladigan har qanday mashq mumkin emas. Ondan iborat mashq mumkin. Orqaga mana bukiladigan